Bugun biz siz bilan qiyosiy pedagogika fanida Italiya ta'lim tizimi haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuni yozib olamiz. Bugungi rejamiz 4 ta rejadan iborat Italiya ta'lim tizimi haqida tushuncha. Birinchi rejamiz, ikkinchi rejamiz Italiyada maktabgacha ta'lim va tarbiya masalalari. Uchinchi rejamiz Italiya maktablarining o'quv tarbiya tizimi. To'rtinchi rejamiz Italiyada o'qitish tili, oliy ta'lim muassasalari va ta'limni tashkil etish bosqichlari. Italiyada ta'lim tizimi boshqa Yevropa davlatlarining ta'lim tizimlari singari 4 ta bosqichdan iborat. Bular maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim hamda oliy ta'lim. Italiyada o'qitish qonun bilan huquq burch shaklida belgilanadi. Ta'lim olish huquqi va shu bilan birga 14 yoshgacha bo'lgan maktabda o'qitish majburiyati belgilangan. Italiya ta'lim tizimidan biz maktabgacha ta'lim tizimi haqida gaplashadigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim muassasalari 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar, ya'ni demak buni biz yasli yoshidagi bolalar deb hisoblaymiz. Bolalar bog'chalari esa 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar bog'chalari hisoblanadi. Bolalar bog'chalari va bolalar bog'chalarining maqsadi bolani tarbiyalash, rivojlantirish, shuningdek ularga sifatli ta'lim-tarbiya berib, ularni ertangi maktabga tayyorlashdan iborat bo'lib hisoblanadi. Tabiiyki, bolalar bog'chalari va bolalar bog'chalari yetarli emasligi va ularning deyarli barchasi xususiy mulk bo'lib hisoblanadi. Bolalar bog'chasi shuningdek to'lovlar ancha yuqori bo'lganligi sababli maktabgacha ta'limda olish bolalar uchun ixtiyoriy bo'lib hisoblanadi. Italiyada bolalar 3 yoshdan bolalar bog'chasi, ya'ni scuola materna deb maternaga berishadi. Bu yerda bolalar 3 yil davomida maktabga tayyorlanishadi va bolalar guruhlarda 15-20 kishidan iborat bo'lib, bolalar u yerda mashhur pedagog Maria Montessori metodi asosida tahsil olishadi. Xususiy katolik bolalar bog'chalari ham bo'lib, ular an'anaviy usulda tarbiyalanadilar. Ya'ni 7 yoshdan bolalar boshlang'ich maktabga o'qiy boshlaydilar. Uning ikki bosqichi scuola elementare va scuola elementare 2. Demak, barcha bolalar uchun bepul bo'lib hisoblanadi. Bu bosqichdagi barcha o'quv predmetlari o'qish, yozish, chizish, arifmetika, musiqa va boshqalarni o'rganish majburiy hisoblanadi. Diniy bilimni xohishga ko'ra o'rganish mumkin ekan. O'quv rejaga bironta chet tilni o'rganish ham nazarda tutilgan ekan. Italiyada maktabgacha ta'limdan keyingi bosqichimiz, ya'ni ta'lim tizimimiz bu boshlang'ich ta'lim bo'lib hisoblanadi. Boshlang'ich ta'lim 5 yil davom etadi va 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangandir. Bu majburiy ta'limning birinchi bosqichi bo'lib, albatta boshlang'ich maktablar ham davlat ham xususiy bo'lishi mumkin. Dastlabki 2 yilda o'qitish intizomgacha bo'ladi. Shuning uchun fanlarni hech qanday farq qilmasdan o'qitish faoliyatini tashkil etish talab etiladi. Haftasiga 5 kun, jami 30 soat o'qishadi. Har bir bosqichning oxirida test sinovlari o'tkaziladi. Baholashning og'zaki usuli qo'llaniladi, ya'ni a'lo, yaxshi, o'rta va hokazo. Qiziqarli jihati shundaki, Italiyada invalid bolalar ham, ya'ni nogironligi bo'lgan bolalar ham barcha bolalar bilan birgalikda tahsil olishadi. An'anaviy davlat maktablarida sinflar juda katta, xususiy maktablarda ham davlat dasturlari bajariladi. Bu maktablarning bolalariga attestat berish huquqiga ega emas. Ularning o'quvchilari davlat imtihonlarini topshirishadi va shunga mos sertifikat olishadi. Italiyada o'rta ta'lim 2 bosqichga bo'lingan. Birinchi o'rta maktab, ikkinchi o'rta maktab. O'rta maktab 11 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan talabalar uchun majburiydir. O'rta maktabni tugatgandan so'ng talabalar o'rta maktabga kirishlari mumkin. O'rta maktab 2 xil tarzga ega. Bular kasb-hunar kollejlari va tayyorgarlik litseylari. Kasb-hunar kollejlari talabalariga umumiy o'rta ta'limni kasb-hunar ta'limi bilan birlashtirilishini taklif qiladi. Kollejni tugatgandan so'ng talabalar o'rta ma'lumot va kasb-hunar ta'limi
to'g'risidagi guvohnomani olishadi. Tayyorgarlik litseylari o'quvchilarni oliy o'quv yurtlariga qabul qilishga tayyorlaydilar. Asosan litseylar ixtisoslashgan va ma'lum litseyni tanlab olishi o'z ixtisosini belgilab qo'yilgan. Bitirgandan so'ng bitiruvchilar imtihon topshiradilar. Esamede maturite va diplom de maturite oladilar va ular bilan universitetga kirishlari mumkin. Birinchi 5 yillikni tugatgandan so'ng o'quvchilar yozma va og'zaki imtihon topshirishadi. Uning natijasiga qarab bolalarga boshlang'ich ta'limni tugatganligi haqidagi attestat beriladi. Shundan so'ng o'quvchilar o'rta maktabga o'qishadi va u yerda 14 yoshgacha o'qishadi va bosqichga italyan tili, ya'ni tarix, geografiya, matematika, tabiiy fanlar, chet tili, san'at va musiqa o'qitiladi. Har bir yakunida imtihon o'tkazilib, o'tmadi tarzda baholanadi. Imtihonni topshira olmagan o'quvchi 2-yilga qoldiriladi. O'rta maktab yakunida italyan tili, matematika, chet tilidan yozma bitiruv imtihonlari topshiradilar. Oliy ta'lim haqida gaplashamiz. Italiyada oliy ta'lim tizimi asosan universitetlardan iborat, lekin texnik universitetlar, universitet kollejlari va akademiyalar ham bor. Italiyada 47 ta davlat universiteti va 9 ta mustaqil ochiq litsenziyaga ega. Italiyada oliy ta'lim 3 bosqichga bo'lingan. Har bir davlat imtihonlar topshirgandan so'ng diplom beriladi va diplom berish huquqiga ega. Bugungi o'tilgan o'sha Italiyadagi ta'lim tizimi to'g'risidagi mavzularimizdagi ma'lumotlar shulardan iborat. Bugungi ma'ruzamiz yakunlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.